Bir odam Madinaga kelib, Madinani labani bor, suti, qatig'i. Qatig'ini ichibdi-da, g'alati ekan, yaxshi emas ekan debdi. Keyin uxlagan tush ko'rgan. Tushida payg'ambar alayhissalatu vassalom kirganlar. Ey falonchi, tur o'rningdan. Madinaning qatig'i yoqmagan bo'lsa chiqib ket Madinadan dedilar. Tushida. Haligi odam o'rnidan turgan, shokka tushib qolgan, nima qilishi bilmaydi. Hali ulamoga boradi, hali bu ulamoga. Shunda Rasulullohni ko'rdim, Madinadan chiqib ket deyaptilar. Deganda, nima qilgansan? Shunaqa qilgan edi. Sen o'rtaga bir vasila qo'y. Qanaqa vasila? Uhudga borasan, Hamza radhiyallohu anhuning qabrlari bor. Hamza radhiyallohu anhuning qabrlariga borib vasila qil. Islomda vasila tushunchasi bor. Sahih Buxoriy sharhida yozyapti, bo'lgan hodisa. Bordi deydi odamni, vasila qildi, keyin uxladi. Tushida Hamza radhiyallohu anhu kirdilar. Aytgan ekanlarki, ey falonchi, sen tezroq Madinadan chiqib ket. Madinani qatig'i yoqmayotgan bo'lsa, o'zingni uyingda ichasan qatig'ingni. Madinada agar yana yuraversang, munofiq bo'lib qolish ehtimoling bor. Chiqib ket dedi deydi. Dod deb bu odam ketgan deydi. Madinaning hech bitta narsasini yoqmadi deb bo'lmaydi. Hajga borgan, ibodatga borgan odam uni